بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allah subhanahu wa ta'ala ve hamdü sana ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e durud ve salavat yollagandan keyin bugünkü bu yig'ilishimizning sebebi ecdatlarimizdan bo'lgan Muhammed Emin Bug'roninki 60 yillik vafotning 60 yilligini xotirlash uchun yig'ildik. Ecdadımızınki tarixlerini qanchaki eslasak, qanchaki o'rgansak va ularning tarixidan ibrat olsak, bizning kelajakimiz shuncha parlaq va kinki avlodlarimiz qo'yilgan merosimizmi shuncha qimmatli bo'ladi. Shuning uchun bu programmani o'rlashtirgan Ulamolar birligi va da'vat guruhiga rahmatini bildiraman. Muhammed Emin Bug'roning haqidagi so'zni boshlaydigan bo'lsam, Muhammed Emin Bug'ro kim? Muhammed Emin Bug'ro Allah subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda butun mu'minlarga hayot prinsipini qilib bekitib bergan "Fattaqulloha mastata'tum" degan oyatga barliq vujudi bilan iymon etgan va shuningga amal qilgan, milliy va xalqining milliy va diniy ongini o'stirish uchun, vatanini zulmdan va kufrning asaratidan qutuldirish uchun muhim bo'lgan va shu vaqtdagi qilishga tegishli ishni haqqi bilan ado qilgan bir mujohiddir. Muhammed Emin Bug'ro o'zi kichikdan boshlab diniy ta'lim tarbiya olgan va o'qib to'xtab qolmay, o'qiganning haqqini ado qilib o'qitgan va Alloh taolo Qur'oni Karimda degandek "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ya'ni bu dinimiz rahmat ekanligini o'zi tushunib yetgan va buni dunyoga tushuntirish uchun boshqa xalqaro vaziyatlardan xabardor holatda mushunda dairani o'tkazgan keng doirali bir olimdir. Muhammed Emin Bug'ro vaqti kelgan vaqtida jihad maydonida ikkilanmay jihad maydoniga tushib, Alloh yo'lida jannat pido qilishdan sharaf his qilgan bir mujohiddir. Muhammed Emin Bug'ro bu jihad sahnasidan ma'lum sabablar tufayli mag'lub bo'lgan vaqtida men qo'ldan kelganini qilib bo'ldim, ojiz keldim deb to'xtab qolmay, ya'ni qaysi yo'llar bilan bu ishni davomlashtirib bo'ladi deb barliq imkoniyatni izlashni to'xtab qolmagan, yiroqni ko'rar bir qo'mondondir. Muhammed Emin Bug'ro diplomatik yo'llar bilan aynı vaqtda vatanga qaytgan vaqtida davlat arboblari shu vaqtdagi boshqa Xitoyninki boshqa boshlari bilan tang turib qalam ko'rishi qilgan, nurg'un qiyinchiliklarni xalqning manfaatini qiyinchiliklarni hal qilgan bir siyosatchidir. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamninki "La yudagul mu'minu min juhrin marratayn", mu'min bir yerdan ikki qatim chaqilmaydi degan bu hadisiga amal qilish uchun Müşü hadisini hayatıga tatbiqlab, tarixdan ibret elib o'zi hem tarixdan boshqalarni ibret elishga undash uchun bu haqda mas'uliyatni ado qilib, tarix ishonchli manbalar bilan tarix yozib qoldirgan bir tarixchidir. Muhammed Emin Bug'ro faqat ta'lim tarbiyani tashviqot da'vat bilan qilib to'xtab qolmasdan, hayotining oxirigacha qalam tavratgan qobil bir shoir va bir yozuvchidir. Qayta hicret qilib, her qatim hicret qilgan vaqtida nima uchun hicret qilgan bo'lsa, shu davosini o'zini vaqt qilib turib, hicretning ma'nosini hayotga tatbiq qilgan haqiqiy bir muhojirdir. Xulosalab aytsak, Muhammed Emin Bug'ro Alloh oldidagi va xalq oldidagi mas'uliyatni to'liq tunugan, qila olmayman deganni unutib, har vaqt men qilib boqay degan bir umidda yashagan, mas'uliyatni to'liq ado qilgan mas'uliyatchan bir mu'mindir. Endi biz Muhammed Emin Bug'roninki oila kelib chiqib keladigan bo'lsak, Muhammed Emin Bug'ro Hazratimning dadasi Firavun Hajim bu kishi 7 bir tuqqan bo'lib, Salahiddin Axun, Jamoliddin Axun, G'ulommuhammad Axun deganga o'xshash 7 bir tuqqani bor ekan. Bu kishi shu Muhammed Emin Bug'ro kichik vaqtida Jaloliddin Axun degan shu tuqqani bilan haj qilish ketgandan keyin qaytib kelmay shu yerda vafot bo'lgan degan voqealar kitoblar xotirlangan. Muhammed Emin Bug'ro asosida ana tarafninki va onasiniki tarbiyasida cho'ng bo'lgan. Muhammed Emin Bug'ro Hazratimning onasi bo'lsa, Xotandagi diniy olim va tibobat ustozi Hakimshah Axunning qizi bo'lib, ismi Sakina Banu Xonim. Sakina Banu Xonimning onasi Xotan islom hukumatini, ya'ni 1988-yil atrofida Xotan islom davlatini qurgan Abdurrahman Pasha Habibullah Hoji Hazrat degan mush kishiningki ikkinchi avlod nevarasi hisoblanadi. Muhammed Emin Bug'ro Hazrati 1901-yili Xotan shahrining Gulbog' mahallasidagi xalifalik o'yda tug'ilgan
tunji ta'limini dadasidan olgan, undan keyin dadasini ayrilib qolgandan keyin tog'a akasi Muhammad Niyaz Ajimning himoyasida o'qishini davomlashtirgan va 20 yoshga kirganda Lob va Xotan Qarqashdagi Bo'ybaq madrasalarda o'qishini tamomlab shu madrasa mudarrisi bo'lgan. Müderris bo'lgan shu muddatda Hazratim bizning o'quvchilarga bir tarafdan shar'iy darslarni o'tgan bo'lsa, yana bir tarafdan tarixlarga haqiqiy jihad ro'yini yetildirish uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarixini faqat tarjima shaklida emas, haqiqiy hayotiga tatbiq qilgan asosida o'tib, ularga jihad ro'yini singdirgan. Yana birga ularni so'z bilan emas, amaliy harakat chiniqtirish orqali jihadga tayyorlik qilgan. Shu vaqtda ham o'zining ikki inisi Abdullah Bug'ra bilan Nurahmat Bug'ra ikkisini Qashqarga avatib o'qitgan. 1930-yili Sharqiy Turkistondagi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi harbiy kuchini va shuning qarshi Sharqiy Turkiston xalqining hozirgi ahvoli qanday, nagacha harakat qilish imkoniyati bormi yo'qmi deganni tekshirib ko'rish uchun Sharqiy Turkistonning har qaysi shaharlarini safarga otlangan. Bu safarning g'oyasini maxfiy tutib, Cho'chakda yashaydigan Muhammad Murat Ramzi degan mush kishini men o'qib kiraman deb chiqqan va ba'zi kitoblarda bu kishi bilan ko'rishganligi va ma'lum darajada suhbatlashganligi qayd qilingan. 1931-yili Muhammad Amin Bug'ra ikki inisi Abdullah ya'ni Shah Mansur bilan Amir Sahib deb laqab olmuş ikki inisi bilan maxfiy holatda Milliy inqilob tashkilotini qurgan. 1932-yil 12-oyda Sabit Damullam safardan qaytib kelgandan keyin boya deyilgandek besh ko'rishib maslahatlashib chatlarga chiqayotgan Sabit Damullam qaytib kelgandan keyin bu tashkilotga qatnashib barabar harakat qilgan. 1932-yil 2-oyning 1-kuni milliy tashkilotning 18 kishilik vakillar yig'ini chaqirib, bu yig'inda Muhammad Niyaz Mahmudning hukmdori Sabit Damullamning ma'arif va adliya ministri Muhammad Amin Bug'ra Hazratimni bosh qo'mondon qilib tayinlab harakatni boshlagan. 1932-yili 33-yili 2-oyning 13-kuni dushanba sahar 5da Qarqashda jihatni boshlab, 17-kuni kelgan vaqtda Qarqash va Xotanni fath qilgan. 1933-yili 3-oyning 20-kuni Zavonning Qumbrat degan yerda qattiq jang qilib, shu jangda Hazratimning bir quluqi yaralangan, shu orqali jangni yarinib g'ozilik unvoniga shu vaqtda erishgan. 1933-yili 4-oyning 11-kuni Milliy inqilob tashkiloti Qarqashdan Xotanga o'tgan, Xotanda rasmiy Xotan islom hukumatini qurgan. Bu jarayonda Xotanning boshqa viloyatlari Koreya, Chirdagi musulmonlarni qo'zg'olib, shu yerdagi Xitoylardan g'alaba qilib, Xotan hukumatiga bay'at qilib, nayt tushunish bo'lgan va g'arbiy tarafdan gumqoqlik qo'zg'am taraflarmi shu o'zi turayotgan yerda jang qilib, g'alaba qilib, Muhammad Amin Bug'raning safiga qatilgan. Endi bu voqeadan keyin Sabit Damullam bilan Muhammad Amin Bug'raning inisi Abdullah ya'ni Shah Mansur Qashqarga berib, bu hukumatningki Qashqa ish bajarish o'rni deb bir ta'sis qilgan bir yerni qurgan. Kimki 1933-yil 11-12-kuni bu idoraning ismini Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati deb o'zgartirib, Islom davlati sifatida rasmiy e'lon qilgan va dunyo xalqiga Sharqiy Turkistonningki Uyg'ur millatining ya'ni Turk millatining ekanligi, dinning islom va bu davlatningki Sharqiy Turkiston ekanligini jakarlagan. Biz bugun Sharqiy Turkistonlik bizda faxrlangan bo'lsak, shu davlatning qurilganligidan faxrlanamiz. 1933-yili 4-oy atrofda Tunganlarning hujumidan mag'lub bo'lgandan keyin imkoniyat o'zining ikkinchisi Shaytullah boshqa yaqin yo'qlar shahidlar qilgandan keyin imkoniyat qolmadi deb Hindistonga jo'nat qilgan. Hindistonga chiqqandan keyin bu yerda to'xtab qolmay yana shu yerdagi danglik shaxslardan Musa Jarullah, Turkiyadan bo'lgan ba'zan siyosiy diplomatlar bilan ko'rishgan. Shu vaqtda Kabulning Turkiya bosh elchisi bo'lgan Mamduh Shavkat degan kishi bilan ko'rishish orqali Mehmet Reza Bekim qatorli 10 o'quvchining Turkiyaga o'qishini shu vaqtda ta'min qilgan. Endi shunchaki Hindistonning siyosiy vaziyati va vatan uchun xizmat qilishning taqozosi sifatida Hindiston turmay Hazratim Afg'onistonga qaytib kelgan. Afg'onistonga kelgandan keyin Afg'oniston hukumati Hazratimning siyosiy faoliyatga qatnashmaslik sharti bilan Kabulga berib turishga ruxsat qilgan. Hazratim Kabulga borgandan keyin o'zining ismini Abdullah Yarkandi deb o'zgartirib, shu vaqtdagi 8 yillik Kabul hayotida bizning qo'limizdagi yaqinqi 100 yildagi eng mukammal tarix kitobimiz bo'lgan Sharqiy Turkiston tarixini yozib chiqqan. Bu Hazratimning davri, Hazratimning tarixidagi nihoyat muhim bir davr bo'lib hisoblanadi. Endi ikinci qatam 1940-yilda İsa Yusuf Aliptiki efendim Çin musulmonlari do'stlik hay'atining boshlig'i Afg'onistonga kelgan vaqtida ular ko'rsatish orqali keyin Peshawar kelib
Şu yerden yapılan, işte Turgan, Hindistan'daki Peshawar şehri kelgen vaqtda Muhammed Emin Buğra Hazretlerini xatarlik unsur deb bunu qo'lga olib 1943-yili 1-oyda Xitoyga qaytib ketish shartini qo'yib bergan. Endi 1945-yili ikkinchi qitim qaytib vatanga qaytgandan keyin Chongqingga berib shu yerdagi Xitoy amaldorlari bilan qalam ko'rish qilishga boshlagan. Onun keyinden yine 1949-yili 11-ayning 12-kuni Sharq Turkiston hukumati Xitoy tarafidan ishg'ol qilingandan keyin Asim ikkinchi qatim hijrat qilib hijrat hayotini boshlagan. Bu hijrat hayoti nihoyatda mushaqqatli bo'lib kelish jarayonida 68 kishi yo'lda vafot bo'lib ketgan. Onun keyinden yana Hindistonga kelib, shu yerdagi Pokiston, Hindiston, Turkiya qatorliq nurg'un davlatlarga va nurg'un jamiyatlarga aloqa bog'lash orqali Turkiyadan Sharq Turkistonliklarni qabul qilish qarori ilinib, 1800 dan ortiqroq Sharq Turkistonlik shu vaqtda Turkiyaga vatandosh bo'lib kelgan. 1954-yili Asim haj ibodatini qilish uchun Tayyip'te o'tkazilgan tunji qadimli Sharq Turkiston qurultayiga qatnashish uchun Saudiya Arabistonga borgan. Qurultayda Hazratim bilan Isa Yusuf degan ikkisi xalqning rahbari bo'lib shu vaqtda tayinlangan. 1954-yili Iordaniyaga o'tkazilgan Qudus islom qurultayiga qatnashib Sharq Turkiston davosini tushuntirgan. 1954-yili Misrning poytaxti Qohiraga ikkinchi qatim ziyorat berib, Misrdagi alim ulamolar bilan siyosiylar bilan ko'rishib, shu vaqtda jumladan Ixvanul Muslimin tashkilotining beshi Hasan al-Banna bilan ko'rishgan va shu Hasan al-Bannaning jamoat ichida arab tilida Sharq Turkistonning o'tmishi va hozir nomida leksiya bergan. 1956-yili Türkçe ve İngiliz tilida Turkiston ovozi deb yo'nalish chiqarishga boshlagan. 1958-yili Karachida o'tkazilgan xalqaro iqbol qurultayiga qatnashib, urdu tilida iqbol va Sharq Turkiston nomli leksiya so'zlagan. 1959-yili Bag'dodda o'tkazilgan islom qurultayiga kuzatuvchi sifatida qatnashgan. 1960-yili Isa Efendim bilan Hindiston poytaxti Yangidahlida o'tkazilgan mustamlikchilarga qarshi Osiyo Afrika xalqaro muhokama yig'inida qatnashgan. Ayni vaqtda Sharq Turkiston Ko'chmanlar dernegi deb bir dernek qurib, hayotining oxirigacha shu dernekninki boshlig'i bo'lib xizmat qilib o'tgan. 1962-yili Rabitul Islomil Alamiy qurilgan vaqtida bu rabitaning qurg'uvchi a'zolaridan bo'lib, shu yerda Sharq Turkiston munosabatli nurg'un mazmunlarga, nurg'un ishlarga imzosini atgan. Hazreti 1965-yili 6-ayning 14-kuni Anqarada Allohning huzuriga qaytdi deb vafot bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Hazratimningki yotgan yerini jannat qilsin. Vafot bo'lgan vaqtidami Yaponiyalik bir mutaxassis Hazratimningki mushundaq chet bir yerdan chiqib, mushunda cho'ng bir ishni qilgan bir shaxsiyatningki bu ro'yxatga hayron qolgan asosda muhim so'zlarni qilgan. Endi tuanda Muhammed Emin Buğra Hazretlarining asarlari haqida ozroq ma'lumot beraman. Birinchidan biz hammamizga ma'lum bo'lgan 866 betlik Sharq Turkiston tarixi yana keng ko'lamli bu tarix Muhammed Emin Buğra Hazretlarining asari. Ikkinchidan Sharq Turkiston tarixi, jo'grafiyasi va hozirgi ahvol nomli bir asari bor. Bu 100 bet atrofida. Uchinchidan qalam ko'rishi, vatan qayg'usi, qutlug' Turkman operasi, Sharq Turkistonning erkinlik da'vosi va Xitoy siyosati, tarix Rashidning tarjimasi bu tamomlangan, ammo tarjima qilgan shuni. 8-yildan Türk zeminlaridagi arab fathiyalari haqida, 9-yildan Sharq Turkiston qizil muxtoriyatini rad qiladi. 10-yildan Sharq Turkistondagi kommunist jahongirlarning jinoyati, 11-chi Tibet va Sharq Turkiston haqidagi berilmay kelgan siyosiy masalalar, 12-chi Toshkent yig'inining asli qiyofati va kommunist davlatlardagi yozuvchilarning ahvoli, 13-chi Dehli yig'ini va Tibet, 14-chi Sharq Turkistonning qisqacha tarixi va jo'grafiyasi, 15-chi Sharq Turkiston dunyoning nerede, qaysi tarafida degan shu qo'lyozmalar orqali bizga yuqorida raisimiz Olimjon bo'la degandek bir davoni, bir mas'uliyatni qo'yib ketgan. Oxirida Alloh subhanahu va taolo har birimizni shunda hayotining har vaqtida, har zamonida o'zining mas'uliyatini his qiladigan, ma'lum sharoitdan to'xtab qolgan vaqtda bal qo'yatmaydigan, shunday irodalik ajdodlarga loyiq avlod bo'lgan nasib qilsin. Men so'zimni tugutaman. Hammalarga rahmat.